2009'da turmush o'rtog'ingiz topshirgansiz, 2020'da o'g'lingizda voyaga yetib qolgan edi, uje uylangan bu. 16 yoshda. 16 yoshda edi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yig'lamang, xo'p? Xudo xolasa tuzalib ketasiz. Bizni 24 soat ehsonimizni sog'inganlar bormi? Biz 24 soatlik ehsonimizni va nihoyat ochdik. Qonundan chetga chiqmagan holatda olib chiqayotgan oilalarimizni o'zlarining shaxsiy kartasini qo'yib turamiz. Oldin siz o'zingizni kartangizni qo'yarsiz, o'zingiznikini qo'ymaysiz degan savollarga birinchidan u oilaga o'ta katta summa o'zining kartasiga yig'ib bo'lmaydi. Ikkinchidan firibgarlar aldab yechib olayotgan holatlar juda ko'p bo'lganligi uchun biz kartalarimizni bankdan himoyalab qilib borardik. Endi qonunchilik ochilgandan keyin xudo xolasa yana o'shani ichga qo'shamiz. Hozirda biz Toshkent viloyati Zangiota tumanidamiz. Onaxonimiz 2009-yil turmush o'rtog'idan ayrilgan. U sinovning orqasidan 2020-yil 16 yoshli o'g'il farzandidan ham ayrilgan. Bu ikkala sinovlar onaxonda ancha qaddini bukib, ichki kasalliklar ham kelib chiqishiga sababchi bo'lgan. Ichak raki bo'yicha kasallik, bir donagina o'g'li, turmushga bergan qizlari bor. Bular ham kelishgan, yillar davomida davolab kelyapti, sotmagan, narsasi qolmadi, qarz olib ham kirib qolishgan. Hozir onaxonni zudlik bilan Hindistonga yuborishimiz kerak. Bizga $30,000 kerak. Biz hozir ekranga va kommentariy tekstlarga o'g'illarining kartasini, Sabirbek, Dilshodbek kartalarini qo'yamiz, ekrandan kommentariyada ham. Ushbu kartalarga qo'lingizdan kelgancha hissangiz qo'shing. Mabodo pul tushira olmay qolsangiz, limit degan narsa bor, ustalik 100 kishi pul solgandan keyin karta bloklanib qoladi. Kechasi 12dan keyin yana limit ochiladi. Qo'lingizdan kelgancha hissanglarni qo'shaverasizlar. Agar limit ochilgandan keyin ham tushira olmasanglar, endi biz kartalarimizni qo'ya olmaymiz, chunki qonundan tashqariga chiqib keta olmaymiz. 2 yil davomida kartalarimizni qalbiga muhrlab qo'yganlar bor. Bemalol o'shanga hissanglarni qo'shsanglar bo'ladi. Bugun 5-fevral haftaning payshanba kuni. Ertaga 6-fevral juma kunigacha 24 soatli ehsonimiz yondi. Aziz vatandoshlar, iltimos, 10 yoshimda adamdan ajraldim. Keyin ukam vafot etdi. Endi bizning rohatimizni ko'raman deganlarida Allohim shunaqa sinov berib qoldi. Sizlardan iltimosim, yordam beringlar, qo'lingizdan kelgancha onam sog'ayib ketsinlar. Biz sizlarga ishonamiz. Xudo xolasa ertaga biz uddaladik deb chiqishlik biz ojiz bandalarga nasib qilsin. Hasbunallohu ne'mal vakil. Ilohi omin. Kim menga ihson qilsa, menga bir bersa, Allohim ularga ming qilib qaytarsin. Bolalarning rohatini ko'rib yurishsin. Shu qatorda sizlarga ham joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Amin. Bu oilamizga naqd pul bermoqchi bo'lgan insonlar quyidagi raqamlarga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Chunki biz telefonda murojaatlar ko'pligidan o'chirib qo'yganmiz. Telegramda javob qaytaramiz. Iltimos, boshqa vajlar bilan bezovta qilmang.